Hammaga salom o'yin ishqibozlari va sizlar bilan ZeroCraft. Bugun sizga Minecraft bo'yicha eng qiziq faktni ko'rsataman. Ya'ni bu fakt Ender Dragon'ni o'ldirganingizdan keyin boshlanadi. Ko'rib turganingizdek, drakonni o'ldirib, portalchiga kirganda bu yerda ikkita noma'lum mavjudotning suhbati ketyapti. Mana ko'k va yashil rangda. Ular biz haqimizda suhbatlashadi. Biz bu yerda 3-shaxsmiz. Bular bizni o'yinga kirganimizdan boshlab mir yaratilib, hattoki birinchi qo'y o'ldirib, olmos kovlab, hattoki kuchayganingizgacha sizni tomosha qilishgan va oxirida mana chet tilida o'zlari bilan gaplashishmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu judayam g'alati. Chunki Minecraftda sizni kimdir kuzatib turibdi va o'yinni oxirida siz bilan gaplashyapti. Men buni tarjima qildim. Ular siz haqingizda gaplashishadi. U yaxshi o'yinchi, u Steve sivilizatsiyasidan beri tirik va hozir on kuchi bilan hayollarni o'qiy oladi degan ma'noda gapiryapti. Bizni eng kuchli o'yinchi va mard, shunga o'xshagan so'zlar va o'yin oxirida endi vazinsizlik holatidan vaznli holatga o't, ya'ni miringga qayt degan ma'noda bizga gapiradi o'yinning oxirida mana. Bu judayam dahshatli, ishoninglar. O'zim qo'rqib ketdim. Kecha bu ma'lumotni bilganimdan so'ng tarjima qildirdim. Tarjimada shunday gaplar chiqdi. Tarjima qildirguncha ichimdan nima o'tganini o'zim bilaman, to'g'risi. Sizga Minecraft haqida shunday faktlar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Hammaga xayr, salomat bo'ling.